Nega yadro nasroniyda bor, yahudiyda bor, buddistda bor, nega aynan musulmonlarda bo'lmas ekan? Ushbu fikrlar sohibi musulmon dunyosining ilk yadro dasturi asoschisi fizik daho Abdulqodirxon aslida kim va musulmon dunyosiga qanday xizmat qilgan? Abdulqodirxon 1936-yilda 1-aprel kuni Hindistonning Bhopal shahrida tug'ilgan va 9 yoshda Pokistonga ko'chib o'tgan. Boshlang'ich va o'rta ta'limdan so'ng 1960-yil Pokistonning Karachi universitetida metallurgiya bo'yicha bakalavr, 1967-yil Gollandiyada metallurgiya bo'yicha magistr darajasini olgan. 1972-yil Belgiya universitetida metallurgik muhandislik bo'yicha doktorlik darajasiga chiqqan. Bilamizki, Pokiston va Hindiston azaliy raqib davlatlar hisoblanar edi. Hindiston o'z yadro dasturiga ega bo'lib, ilk yadro qurolini sinovdan o'tkazdi. Bu esa Pokiston hukumatini shokka tushirdi va tezroq javob chorasini ishlab chiqishga turtki berdi. Bu borada Pokiston barcha chet ellik va mahalliy fiziklarga signal yubordi. Bu davrda Xon Yevropada uranni boyitish zavodlarida faoliyat olib borar edi. Shu davrda o'z ishi davomida uranni boyitish texnologiyalarini va sxemalarini o'rgandi va o'zlashtirdi. Bu esa yadro quroli ishlab chiqish uchun eng asosiy materiallar tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynadi. U 1976-yil Pokistonga qaytib, ustozlari va hukumatning katta yordami bilan Kahuta laboratoriyasiga asos soldi va uranni boyitishga kirishdi va o'z yadro dasturini yo'lga qo'ydi. Qattiq mehnat, daholik va o'ziga xos josuslik yordami bilan Xon boshchiligida 1998-yil Pokiston o'z yadro quroli sinovini o'tkazdi. Shu tariqa Xon musulmon dunyosi yadro quroli otasi Pokiston qahramoni sifatida tarixda o'chmas iz qoldirdi. Bu haqida ma'lumotlar juda ko'p, lekin qisqaroq va to'liq ma'lumot berdik degan umiddaman.